Suyumluk sabaqdaşlar yaxshi turdinglarmi? Bugungi o'tadigan darsimiz maymoq burunliq bola, ha? Bugungi darsimizning salmoqi xil eg'ir. Xil eg'ir. Odamlar charchaydi, charchash to'g'risida so'zlaydi. Odam bala men dars davatganda nemish mushu chirsilan deyman. Bugungi darsimiz bir qadar murakkab, ammo bek muhim saboqdoshlar. Beylar aramida psixik bilan shug'ullanayotganlar bo'lsin va yoki psixologiyani o'rganish qiziqadiganlar bo'lsin va yoki psixik masalasini bartaraf qilmoqchi bo'lganlar bo'lsin, hatto psixik kesilganlar bo'lgan bo'lsin. Bugungi darsni tushunish sizlarga psixologiyani yana bir qadam ilgirlab his qildirdi suyumli saboqdoshlar. Bu maymoq burunliq bola bu men qani oldu 7 yil 8 yilmi ya ishqilib az degan 8 yil burun bir bemor bilan ko'rishganda vaqtida garchi psixologiyani bilaman deb o'ylagan bo'lsam-mu, men u bola yordam qildik, u bolaning maslahatga iqtidorim yo'q. Shu bolani misol qilishga to'g'ri keldi. Ham buni gap qilishdan burun biz odamlarning shu charchish to'g'risida paranjib boqaylik. Odamlar charchaydi. Besim to'g'risida gap qildim. Besimimjiq degan gap chiqanlaymiz. Undaqsa odam nimadan charchaydi? Nemish charchaydi? Ko'pincha bizning psixik darsxonasidagi darslarni ko'rib bo'ldinglar bo'libmi? Masalan, Rossiya qo'nchiqi degan qaplama qo'nchiqi degan shu darsda bir qo'shiqda suv ko'taradigan bir bolaning misoli bor. Qo'shiqdagi suvni to'kib o'tmay ekilsan desam, bir bola shu qo'shiq suvni ta'sir ekildi. Endi shu bola agar mush qo'shiqdagi suvni to'kmay 2 soat yasha desam, 2 soat menimcha u charchab holi qolmaydi. 2 soat emas, 1 soatdimi asosdan yiqilib tushishi mumkin u charchaganning dastidan-da. Hech nimani ko'rolmaysizlar. Hech narsa. Suyumli saboqdoshlar, biz bundan shuni tushunalamizki, odamni ansirtadiğini, odamni g'odirdig'ini, charchdig'ini qo'shiqdagi suv emas, suyumli saboqdoshlar. Qo'shiqdagi suv emas. Yoki stakanning eg'irligi emas, balki odamning oshnasilik bo'lgan ziyoda muhim deb o'ylab olganligidan charchaydi. Charchaydi. Yoki bo'lmasa, men sizlarga qizlar ichadigan bir osti uzun bir stakan bor-ku. Pol tip chiqqan semiz stakan. Shundan 4 ni berib sizlarga yoki 5 ni quchqonlig'i. Quchqonlig'i 5 tal stakan selib, moshini tashlab etmay, ma'maldan amaliga appa desam-mu, shunda charchaysizlar shu. Bu ya charchayotgan narsa, eliq oldidagi bolaning qo'shiqidagi suvning eg'irligi emas, yoki qo'shiqning eg'irligi emas. Yoki bu 5 quruq stakanning eg'irligi emas. Charchayotgan nima deganda, shu quruq stakan yoki suvga alohida ahamiyat berish. Ashning to'kilib ketishidan yoki stakanning tushib ketishidan ansirash. Nimish qansiraydi? Amaliyot qo'shiq suvni to'kib bo'ladi. Nimish qansiraydi? Chunki u qo'shiq suvni to'kib bo'lmaydi deb qaraydi.
Agar men qo'shqo'nliq ishqital may sep qo'yab, sey qo'riydiganda ishqan yağ. Seni bir ordini sayat qilib chiqinglar deb ordiga chegizsam, ikki tomchi suv to'kilib ketmasin deb. Sizlar butun ordini kezib chiqsizlar, ammo bu ordining go'zalligini hargizmi ko'rolmaysizlar. Yoki shu ikki tomchi suv bilan sizlarni to'kilib ketmasin deb sayyaga purib qo'ysaqmi, sizlar hech qanday go'zal narsani ko'rmaysizlar. Nimishqa? Chunki sizlarning ko'zingizda suvning to'kilib ketishidan ansirash borda. Demak, nurg'un odamlar dala shu qo'shiqdagi ikki tomchi suvni yoki stakanni tashlaytib qolmaydi deb dunyoning nurg'un go'zalligini ko'rolmaysa vaqtashlar. Mening bir haykaltirash do'stim bordi. Bek modanglik emas qilib havaska demdik. 4-5 yil bo'ldi. Xeyr, yomon emas. Naslni. Bugün dedi, sen bana bir tiyimi desem, men şu heykelini bir oyap, kichik ko'rgazmasa dedi. Men dedim bununla. Sen menimcha şu poq ne dedim men. Poq var adamning poqi. Har xil poq ne dedim men. Bir xillam adamning emas. Necha adamning shu o'xshamaydigan tabiiy tushgan poqni suratga tortib, siyashni haykel qilib uyab chiq dedim men uni. Har xil poqloldi-ku, masalan, odamning masalan yegan tomoqlarining tarkibiga o'xshamaydi, shakliga o'xshamagan. Masalan, 20 odam cho'ng taraqqiysa, 20 odamning poqi masalan 20 xil bo'ladi. Har xil ranglari, shakllari bo'lib. Chunki odamlarning ko'zi helaqa bir qo'shiqdiki suvdida. Shunda poqdan dedim men 20 talni sen uyab chiqsan. Uyab. Sen ashini amma ko'rgazma qilsanmi? Butun dunyoviy bir ko'rgazma bo'ladi-ku. Desammi? Chaqchaq qilib o'tdi dedi. Qabul qilinmadi. U neymiş qabul qilinmaydi desa, asli bir poqmi, bir go'zal narsa amaliyotda, suyimli vaqtashlar. Poq bilan gulning hech qanday farqi yo'q, suyimli vaqtashlar. Ammo biz elaqa gul degandeklar qallamizda bir chiroyli ijobiy narsa bo'lib, poq degandeklar qallamizda bir salbiy narsa bo'lib olganlik uchunlar ko'zimizgami poq mingimizdagi narsani ko'rsatgachga gul bir xil sat deb o'ylaymiz, ko'nglimiz elishib ketadi amaliyotda. Puruqmi biyaram qildi. Amaliyotda bu puroqmi bir nisbiy narsa. Bizga ba'zidamga shundoq mizlik puraygan narsa, ba'zidam sesiq puraydi. Ba'zidam shundoq mizlikda bir atirlin chechib oldi, u odamni yana vog'li bo'lmaydi. Ba'zidam sesiq purgan narsa, ba'zidam shundoq tattiq puraydi. Shunga o'xshash amaliyotda. U bir tuyg'udagi narsa. Shuna poqning ko'rgazmasini haykel uyapchi. Qila olsa, bu haqiqiy san'atkorchi. Haqiqiy san'atkor ashunda bo'ladi asli. Haqiqiy san'atkor. O kallasida o'tmadi. Ham neymiş odamlar uni o'zi go'zalligini bilmaydi desa, hamda bu qo'shiqdagi suv yoki bu aynakdagi stakanlar nimaga vakillik qildi? Odam nimani tashlaytib ketishdan ansiraydi. Endi biz maymoq burunliq baliq kelaylik. Buningdan shu 8-9 yil esimda aniq emas. Bir baliq keldi, bu yagil qarab turdi, buni qo'li bilan itib oldi. Endi u vaqtda Jinshin Fengli bo'lib ekan hamda. Jinshin Fengli deganimiz ham Roy Parsons bo'lib ekan.
man ko'rsatkisi kelibdi hamda uni. Badem uydan tala chiqolmaydi, men chidim. Uy shundoq meynetdi. Jinshin fanliga bo'lganlarda uyni bir narsani bir yerdan yo'tkilib ketishni yaxshi ko'rmaydi. Shu pet saqlab qoldigan gap. Hem bu bala burnini to'sib oldi, ham bu nemish burnini to'sib olsa desam, burnum yomon sat dedimdi. Men bu burnum ham burni sat degan nima degan gap men bilmayman. Ammo to'liqsiz birga chiqqanda men bu burnum sat deb bir mavsum hasratlanganim yodimda. Mening burnum nemishqa mundaq yapılaq olmaydı deyipço. Men ama burnumning uchi hamda qonshaliq bo'lgandiki, bu sinfimdagi hamma bola panoqcho. Panoqga hamda bilsam. Panoq emas hamda. Da egmi burun demdiq. Da egmi burun. Hamda o sinfda menla qonshaliq qolganlar egmi burun bo'lgandiki, men o'zimni benormal o'ylab endi shu qonshirimni besib o'ynaydim bakachilarcho. Hem şu yadımda. Hem de men o burnum sat degandikan, bunun burni qandadi deb yomon tast yalurib burnini bir ko'ray deb men uni xizmat ishlab ko'rdim burnini. Amaliyot burni normal chiroyli amaliyotchi. Shunda kelishgan go amaliyotda. Shu bilan ko'rishgan 21-22 yosh vaqtlari badallarimi to'lgan bir bola hamdi. Ama onun bunun normal desek, onun ko'zi ko'ringan burun bilan mening ko'zim ko'ringan burun ikki narsa siz buni tushunmaysizlar. Shuningdek buni bilmagan odam bunun normal turdi-ku deydi. U aynak qarasa men ko'rgan burun yo'q. U aynakda boshqa bir burunni ko'rdi. Shuni ishonmaydi hargizmi. Bu hamda yana nurg'un ballarda buni har xil varianti bor. Ba'zilar mening bu ham paka deb shuning bilan ham kasallik deganlar bor. Ba'zilar masalan ba'zi o'g'illar hatto mening jinsiy a'zoyim kichik debmi, jinshin qilib deganlar bor. Amaliyot normal emas. Yani ba'zilar men o'tgandim deb berdim, tamoq yemaydigan bir kasal bor deb, nervoza deb. Qiz bolalardachu. Qiz bolalar ko'p uchraydi. Aynak qarasa semiz ko'rindi, amaliyot 140 necha kilo. Aynak qarasa semiz ko'rindi, shundan yan yemaydi, qatti yemaydi. 40 necha 30 necha ular bir aynak qarasa semiz ko'rinaverdi. Sizlar normal ko'rsizlar, undan ular sizlar o'zingiz xizmat ishlab normal turmamsa, nada buning sat chiroyli deysizlar, u ishonmaydi. Bu yog'mi normal ekansan ishonmaydi. Qo'lami chiroyli ekansan ishonmaydi. Ammo chunki uni ishonmasligimi to'g'ri-ku. Chunki aynak qarasa ashunda ko'rindi. Aynak ashunda ko'rindi. Burun bir balvatı yaş yalvarıp ketken mening badanim purmamdı dep berang depçu. Amaliyot badanim purmaydi ama onun puraydı. Şu hammadan purmaydi desa ochiq keldikan. Nemish men aldaysizlar. Jon chikesim rostga qilsang olmamdi. Bunda purmaydi amma. Ama purmaysiz ochiq keldi, puravasida. Chunki uning rost puraydi. Biz purmagan bilan üzganda puraydi. Ama biz purmaydi. Badanim puraydi. Bu nima? Bu nima bilamsizlar? Bu nomus jarayeti uchun. Bu mingshan, ro'shan misollari. Bundan ojiz hammadamda bo'luvchi ojiz. Bunimizdan mushrimda deb ayollar texim shunda oldi-chu. Ayollarda texim o'mshal badindan nomus qilish bek ko'p bo'ladi. Badindan nomus qilish shundan bularda bir xillik.
Bu zaydamda bir xil rahatchilik bo'lmag'achqa bularning keyin er ayollik turmushimi ig'ir darajada ta'sir uchraydi. Chunki ayol bu zay bo'lgandan keyin amaliyot ermi shunday bo'ldi-chu. Nomus amaliyotda uni haqiqiy biz masalan boshqa bir odam o'z ko'zidan kuzatsa uning badanida hech qanday nuqson yo'q. Bo'lish nuqson degil olmaydi. Hamda ya bir yeri bir tal mang bo'lishi mumkin, yoki bir yeri anaqa o'lchamlik adam bo'lmaydi, ammo ulg'a o'zi boshqacha g'alitil bir ko'rindi uchun. Shuna jinshan qilib shunda boshlanib ketadi. Shuna uning aynakda ko'rgan o'zi bilan biz normal suratda ko'rgan o'zi o'xshamay qolgan gap. Buni endi nurg'a odam tushunmay, unda emas davrda u ochiqlaverdi. Men shunda tursam, nemish oldi eslandi. Bu nereden kelgan? Bunu tushunish bek muhim, suyimli saboqdoshlar bek muhim. Bu bek muhim bo'lg'achqa bu darsni so'zlamaymiz. So'zlamaymiz emas, so'zlaymiz. Bugun shunchalik so'zlaymiz. Kelar qatam mush darsning oxirini so'zlaymiz. Maymoq purliq balning ikkinchi qismi demdi, ikkinchi qismini. Men yana bir gapni deb qo'yay rosa. Madasimiz yana bir oydan keyin intom olamayman. Yeziqchi bo'ldi avatimiz. Tanlash asosiyatdan tanlash hamda tutashtirish. O'tgan darslardan chiqarma, birsi shu natijani qarayman. Yan birsi hammanglar bizning VIP a'zolar. Hammanglar oz deganda shu darsga 300 necha qo'y to'lab qatnashgan bolalar. Menga ham hozir qadar men agishib bir ziyon tatgan bir odam yo'q. Mening rekordimcha hamda saqlab qolgan rekordimdiq. Men saqlab qolgan, men agishgan hech qanday odam ziyon tatishni yaxshi ko'rmayman. Şu arlıqda biz bunda intihamdan 2 kun olamiz. Men natijaligim qarayman. Yan birisi shu sizlar bizning xuyam bo'lgan ekansilar. Cho'qim o'zinglar mablag' solgan pulinglarni cho'qim chiqarib berishinglar kerak. Cho'qim chiqarib berishinglar kerak. Mayli topda dars o'tamsizlar yoki bo'lmasa tushuntirish cho'qim. Shu bizning sistema orqali buni o'zinglarning pulini o'zinglar chiqarib berishinglar kerak. Zuychi eng tuvanchiki shu sog'an mablag'inglar. Biz shu ikkisiga qarab, ondan men shu 200 odam tarbiyalayman odatda. Ondan aranglardan 200 odamni biz VIP qilib tanlab chiqamiz. Chunki men birinchi VIPlik o'quvchilarim o'qish bitirdi u chog'da. Ikkinchi qatimliq VIPga shu sizning aranglarni olamiz. Buningga birisi intamonning natijasi qarayman. Abek muhim. Anda ikkinchisi shuni ma'lum qaraymiz. Boshqalarni qoyil qilish iqtidoring bo'lishi kerak-da. Bo'ldi, buguncha shunchalik so'zlaylik. Madrasaning oxirini men